Bu videoni oxirigacha ko'ring. 30 million so'm pulingiz cho'ntagingizda qoladi. Ismim G'olibek, quyosh panellari sohasida 1 yillik tajribaga egaman. Premium Solardan sizlarga ajoyib taklif. Agar siz 50 kilovatli fotoelektrik stansiyani xonadoningizga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, nimalar kerak? Birinchi navbatda o'sha hamma maqtayotgan Jinko 620 wattli paneldan 81 dona bo'ladi. Buni narxi $5952 ga aylanadi. Dia brendiga tegishli 50 kilovatli bir dona inverterimiz $1700 bo'ladi. Elektrikamiz 50 kilovat uchun komplekt $1000 ga aylanadi. Metal konstruksiyamiz 50 kilovat uchun $1400 bo'ladi. Usta haqqisi $1500 bo'ladi. Dastavka xarajati $200 bo'ladi. Jami 50 kilovatli fotoelektrik stansiya sizga $11752 ga tushadi. Bu hisoblab chiqilgan 50 kilovatli fotoelektrik stansiyani ko'chadan siz podключ oladigan bo'lsangiz, eng kamida sizga $15000 ga aylanadi. Ushbu hisoblab chiqilgan narx Premium Solar kompaniyasi mijozlari uchun maxsus tayyorlandi. Agarda siz xuddi shunday fotoelektrik stansiyani o'rnatmoqchi bo'lsangiz va quyosh panellari xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi podrobniy tugmasini bosing, biz sizga mutlaqo bepul konsultatsiya beramiz.